Mamashala hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarni o'zim bilan dam olishga olib ketaman. Ertalabdan turib, kiyinib, yasanib olib dachaga ketdik. Turmush o'rtog'im men bilan o'g'limni tashlab keldilar. Hamma qarindoshlarimni ko'rib xursand bo'ldim. Ular bilan ko'rish bo'lib, o'zimga qulay bo'lgan kiyimni kiyib oldim. Birinchi bo'lib hamma bilan o'tirib, maza qilib choylarni ichib oldim. Shaharda havo juda ham issiq, kamida 45 gradus bo'lyapti menimcha har kuni. Bu yerda bo'lsa havo salqinroq, ham bolalar uchun juda ham foydali. Nimaga desanglar, suv bo'yida joylashgan ekan. Keyin bo'lsa o'g'lim maza qilib toza havoda uxlab oldi. Bolajonlar ham maza qilib suvda cho'milishdi. Men ham bolamiz oyog'ini suvga soldim, lekin suv sovuq bo'lgani uchun cho'miltira olmadim. Keyin bo'lsa kechga osh qilishdi. Baribir ham o'choqda qilinadigan ovqatchalik shirin ovqat bo'lmasa kerak. Keyin bo'lsa hammamiz bolajonlar bilan o'tirib maza qilib chaqchaqlashib ovqatlanib oldik. Anchadan beri bunaqa maza qilib gaplashib o'tirmayotgandik, lekin juda ham sog'ingan ekanman maza qilib o'tirishimizni. Keyin bo'lsa Ayub o'ynatdi, u ham bolalarga qo'shilib ancha maza qildi. Oyim taraf qarindoshlar bilan chiqqanim uchun adam kelib Ayubni ko'rib ketdilar, juda ham sog'ingan ekanlar. Bolashka bilan trend video ham oldim. Shu bilan meni bir kunlik sayohatimga yakun yasaldi. Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar.